Eringizni ikkinchi xotin olishlariga rozi bo'larmidingiz? Bo'ldi, hop, kelishdik. Bo'ldi, hop. Menga 2 haftaga oddix berarmidingiz? 100 marta hop. Yey! Bir yilda 3 marta kontorga chiqsam bo'ladimi? Umuman to'g'ri kelmaydi. Kelayotgan yakshanba yana piknikka chiqaylik, o'yinsoq chiqib keling. Bo'ldi, hop, kelishdik. Hafta mashinangizni haydab tursam bo'ladimi? 10 marta hop. Sizni ikkinchi xotin olishlariga rozi bo'larmidingiz? Yo'q, umuman to'g'ri kelmaydi. Siz yaxshi ko'rgan butikdan olib berasiz. Yo'q, umuman to'g'ri kelmaydi. Qizlarga bir hafta podarka tanlating. Bo'ldi, hop, kelishdik. Shu hafta karantinga borib keling. 100 marta hop. To'yimga joningni olib berasizmi? Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Oyligim 50% ko'tarib berasiz. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Turistlarga 50% skidka beramizmi? 100 marta yo'q. Bu hafta Istanbulda dam olib kelsam bo'ladimi? Bo'ldi, kelishdik, hop. Bugun kechgacha 2 soat o'qisam bir blok adrenalin olib bering. 100 marta hop.